YouTube'dan qarab o'rgangan ekan. Qanaqa bo'lish kerak ekan Abdulaziz? Samda oq qanaqa bo'lish kerak ekan. Buni nech puldan olding? 18 da. Qiynalib qiyin bo'lganiga endi qaytishdi. Pulni joyidan oldik. Nisbatan ancha keng. Ancha. Redisin Blue'da Abu Dhabidan Dubayga 35 dirhamga avtobus bor ekan. Keyin taxminan 30 riyalga yana taksida Kassisigacha yetib oldik. Hozir Beranamizni, Berana qadimiy eski ko'chalarda Nodir hozir kartasidan dollarni dirham qiyshyapti. arzonroq yechar ekan. Anetda Al-Mashriq degani bor ekan, u qimmatga yechar ekan. Biz Abu Dhabida lounjga kirdik. Hozir o'sha bir narsa yeb reysni kutib o'tiramiz. Boldik uxlayapti. Abdulatif. Biz yo'lga chiqdik. Aeroportga. Taksi aeroportga 60 ga gaplashdik. To'g'ri ekan. 60 gaplashdik. Kelayotgan 70 ga keluvdik. Aytish 60 bo'ldi inshaalloh. Qo'llar o'zi bilan ularga olgan. Madina aeroportiga kelib oldik. Bizga kutamiz. Mana biz o'tiramiz. Bu narsaga oldik. Mana Abdulatif forma tanlashi. Yo'q, olmayman uydaga. YouTube'dan qarab o'rgangan ekan. Qanaqa bo'lish kerak ekan Abdulatif? Mana har xil ajoyib bor ekanda. Aha. O'shadan anaqasi Madinaniki o'zi. O'zi eng yaxshi anaqasi Madinaga maqtashadi. Mash ajba anaqasi tepasi ham oq anaqa bo'lish kerak ekan. Sizuvchilar mana shu Madinani ajoyib deb aytishdi internetda. Allohu alam, tan bilmadim. Menga ishonaman, anaqam gapimni anaqa qilmanglar. Mashhad o'qidim. Xohlasam shansi bo'lish kerak. Keyin ichi ham qurimagan. Yumshoq. Bir 3 kun 4 kun oldin oluvdik, u qotib qoldi. U qotib qoldi, u вообще dabdala ekan. Buni nech puldan olding? 18 da. 18. Bittasi 12 kilo otdi. Ha, 17 dan oldim. Ha. 50 ga. Yo'q, 3 kiloni 50 ga oldim. Chaqam 51 berding. 51 chiqdi, men 50 to'ladim. Al. Al ham bitta. Mana bitta adaylarga siz berganman, qarab ko'raman. Al. Amatimga berib ol. Olmam. Bo'lsa ol. Xullas mana. Yo'q, bola bo'lsa amatimdan ko'rsam o'zim chiqaman. Hangi gapimni quloq solmay deydi. Alloh o'zi qo'yib ortiga olib chiqib qo'yadi. Keyin uni oyog'iga qilib ketadi. Çıkıyoruz. Ask you to place all your small bag and then the decision in front of you and only the large trolley bag in the overhead compartment. Thank you for your attention. سيدتي وسادتي أتولى مرحبا بكم على مدرسة طيران ميدير أبو ظبي المتجهة إلى أبو ظبي. يسعدنا أن نرحب بمسافرين دائمين Qiynalib qiyin bo'lganiga endi qaytishdi. Pulni joyidan oldik. نرجو منكم وضع كل حقائبكم الصغيرة بين Nisbatan to'g'ri bo'lganiga تحت المقاعد أمامكم الحقائب الكبيرة بالخلف. yo'lda o'tib ketish qiyin. Bizning bo'yimiz balandligiga بين المباراة والوصول إلى مخرج الطائر. شكرا لانتباهكم. 19-sinadan olganmiz.
nisbatan ancha keng. Ancha bagaj chiqishini kutamiz. Biza zamzam ololmadik. Nimaga? Chunki birinchidan bizning vizamiz elektron vizada, umr viza emas. Agar umr viza bo'lsa, tekinga masalan zamzamni bezitda degan berar ekan. Adashmasam bunaqaga ham o'tiradi. Samolyotga ham hisoblamang ekan. Biza через Abu Dhabi uchganimiz uchun, Abu Dhabiga olib kelganimiz bilan keyin Toshkentga olib ketishimizda muammo bo'ladimi deb qilmadik. Dubayga keldi. Radisson Blue'da Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'zingizdan gruppan? Yo'q. Bizni joylashmadi. Radisson Blue Marina. Big Vachi. Nodir? Ha? Abu Dhabidan Dubayga 35 dirhamga avtobus bor ekan. Keyin taxminan 30 riyalga yana taksida Kassisigacha yetib oldik. Mashina rent olmoqchi edik, lekin hammasi o'sha bronk bo'linganiga rentga ola olmadik. Shuning avtobusga qaytib kela qoldik. Buni ko'ramiz ertaga Dubay o'zida yurishimizga balki rentga olamiz. Poyezdga chiqib oldik. Poyezd xizmat tarifasi 10.55 ekan. Anaqasi, kartasi 25 ekan, lekin shotiga 19 tashlab berar ekan. Bitta pas, bitta o'tish, 7 dan shot. Yana sizga ketmayotgan xullas. Xo'ja qaytamiz. Biz hozir Deradamiz. Deraning qadimiy eski ko'chalarida. Nodir hozir kartasidan dollarni dirham qiyshyapti. Bu bankomatlar faqat dirham yechishar ekan. Dollar karta bo'lsa ham, yevro karta bo'lsa ham faqat dirham yechadi. Bu mana ADSD bankomat arzonroq yechar ekan. Ana yerda Al-Mashriq degani bor ekan, u qimmat yechadi. Lekin bank yaxshi edi uni. Naqddan keshni dirham qilsanglar nisbatan yaxshiroq chiqadi. Iloji bo'lsa o'zi kesh olib qo'yish kerak. Kesh olib qo'yish kerak. O'sha ancha yaxshi. Hozir razniца qancha beryapti? Misol uchun 500 dollar yutibsan kartadan? Yo'q, men 320 dollar atrofida yezyapman. O'shanda bir 15 dan 15-20 orasida. 15 oladi. Dollar dirham qilsanglar ham o'sha yodiy bankomat maslahat beraman. Chunki kurso razniца ham boshqa joylarda 365, u yerda 366-108 ekan. Chunki deyra bozor bo'lgani uchun. Endi bu hozir bugun nechinchi sana? 21mi? 21-oktyabrdagi anaqa. Shunaqa. Kurs.
o'zgarishi mumkin. Shunaqa gaplar. Hozir Nodir hoji aytib qoldi. Mana bu yerda 5 dirhamga 1 soat 5 dirhamga parkovka bor ekan. Bu yoq tomonda parkovka yo'q deyapti. Qo'shimcha gapiryapman. Mana bu yerda qaysi joylari private parkinglar bor. Bularga nabodon qo'yib qo'ysanglar, shu egasi rasmga olib tashlab yuborsa, katta ishtirak keladi. Tekinli ham bor, lekin pulligi ham bor. O'zi privatlari ham bor. Men kartam chiqdi. Ne oldu? 5%'ını? O sana 371 eşit. 371 minus 356 mı şimdi? 371 372 yilcha. 508 razmesi. Sana at bana. Ne oldu? Telak yapıyor ama. Ne böyle? Ben ne yaptım? Sen yaptın, ne yaptın? Hadi falan ha? Can you help me? What's wrong? I insert and enter it. You want to this? I am agree with that. Ne yaptın ki? What's wrong? Başka hareket duram. Come. How much you want? 1,300. Count? Puling yetmayotgandir. Hop, biz Abu Dabida lounjga kirdik. Hozir o'sha bir narsa yeb reysni kutib o'tiramiz. Bitta bolalik uxlayapti. Bir adalativ. Ko'p video ola olmadim. Xo'sh bo'lmadi qanaqadir. No. Hozir bu narsa aytib beriladi Abdulatif. Abdulatif. Bizning safarimiz tugadi. Nihoyatga yetdi. Safarimiz общий uzunligi 10 kuncha bo'ldi. Qattiqroq gapiramizgina. Safarimiz общий uzunligi где-то shu 10 kuncha bo'ldi. 13-da yo'lga chiqqan bo'lsa, bugun mana 22-chi ertalab. Xudo xolisa uyga Toshkentga uchamiz. Safarimiz davomida narsa oson-somonda. O'ziga yarasha baribir. Mashaqqati bor. Mashaqqati bor. Fikrim anaqada. Olgandingiz yaxshi. Alhamdulillah. Yaxshi o'tgani ham bir necha sabablari ham bor. Har bir ishda qanaqadir podдержка bo'lsa, va o'sha podдержкаni oldiga yana sababni ham qo'shish kerak bo'lgan. Har bitta odam. Bizda sabablardan bittasi shu bo'ldiki, Alloh qodir qildi, biz plan qildik. Hatta nima qanaqa qilish, puxta plan qildik. O'tirib gaplashdik. Hatta nima qilishimizni, masalan, viza registratsiya qilishimiz kerak, sirasi ochilishidan oldin
o'zimizga yana budilnikni qo'yib oldik дополнительный. Kalendarlarga qo'shib qo'ydik masalan. Kalendar bilan ishlagan, pochta bilan ishlaganlar sразу qo'shaveradi, bo'lishadi o'zligi. Xo'p. Yana ikkinchi masalamiz bizda sal qiynalgan joyimiz bo'ldi, bu mashina bo'ldi. Rentkar olmoqchi edik, lekin qolmay qoldi rentkar. Shu bilan Dabdala yo'q qoldi. Plan bizlarga. Plan bizlar uzoq qolib ketib qoldi aeroportda. Bizani ayb bo'ldi. Bizda shunda plan bo'lmay qoldi. Yaxshi o'rganmadik, izlashat qilmadik. Endi shu masala bo'yicha chunki o'tgan safar kelganimizda shunday keldik, mashina bo'lib qoldi, shunda chiqib ketib qoldik. Bez problem. Olib ketganimizda biz ham shunaqa o'yladik. Mashina olmoq bo'lmaydi. Shuning uchun agar sizlar ham rentkar olmoqchi bo'lsanglar, bu qilib qo'yganingiz yaxshiroq ekan. Shunaqa. No, men sizlarga bundan ham yaxshisini aytaman. Xudo xohlasa sizlarga ancha manfaatli bo'ladi. U-Drive degan ilova bor ekan, servis. Men o'zim haydab ko'rmadim, anaqa ko'rmadim. Shu Dubayda yashaydiganlar, okalar aytishdi, dokumentlar. U-Drive servis shu mashina bor. Hatto turibdi, o'shani borasan, ochasan, o'tirasan, haydaysan. Xuddi bizdagi samakatdek gap. Samakatda mashinasi. Samakatda mashinasi. No, faqat Dubay shahar o'zida. Ha, Dubayda kam Abu Dabida bor ekan. Abu Dabida ham bor. Ha. O'rtaga mashina tashlamaysiz, faqat Abu Dabi bilan Dubayga ishlayotgan. Narxlari ancha qulay. Targ'ib emas. Rosti o'zingizlar uchun, ma'lumotingiz uchun yana ko'proq ma'lumot olinglar, yig'inglar, o'rganinglar. Bizga ishonib qolmaylik. Bu bizga ham endi bu video o'zimga qilyapti. Biz bir nechta sourcelardan qarab, o'rganib, tanishidan so'rab anaqa qilib qildik. Endi sizlarga ham qaysi tomonda foydasi tegsin deb shu videoni qilib qo'yamiz. Umuman olganda shu, lekin ma'lumotlar yoki qanaqadir narsalar sizlar ko'rayotgan vaqtingizda o'zgargan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir qator yana qarab qo'yasiz o'zingizlar. Shuttle bus bo'yicha ko'pchilik bilsa kerak. Shu Shuttle bus nimaligim? Abu Dabidan Dubay, Abu Dabi aeroportidan Dubay shahrigacha Ibn Battuta degan joy bor. Shu Ibn Battutaning oldida shu metrosi sразу shunda parkovka, bu yog'i mol, bu yog'i metro. Ana o'sha yerdan qo'yilgan shuttle bus shu faqat ikkita tochkaga yuradi. Bittasi Ibn Battuta, bu Dubay shahri, bittasi bu yog'i Abu Dabi aeroporti. Ibn Battuta shu Marina degan joy bor, Jiber ko'chalari. O'sha yerga yaqinroq joylashgan. O'tdan shu 10 minutlik yo'l, 10 minutlik mashina, 5 minutlik yo'l emas. Shu mana shu har 1 soat yuradi. Har 1 soat yurish aniq masalan 1da, 2da, 3da, 4da, 5da shunaqa 24 soat yurar ekan. Bilet narxi bir kishiga $10 dan ozgina arzonroq. Ozgina 37 dirham. $10 Bir kishiga $10. Juda ham qulay, juda ham yaxshi. Yukinglar bo'lsa yukinglarni ham qo'yasizlar, borasizlar. Bitta problemanglar bor. Shu Ibn Battutadan keyin yo'lga yetib olishinglar. Yo'q, yana taksisi bor ozgina. Xohlasanglar taksi olasizlar, xohlasanglar metro. Agarda Marinada tursanglar va sizlar 4 kishi bo'lsanglar, taksi arzon tushadi. Taksiga borganinglar arzonroq tushadi, ancha arzonroq tushadi. O'zi sayohatni ideali o'zi 4 ta. Keyingi masala shu taksi. Taksini ham shu ko'chada tutib olsanglar bo'lar ekan. Sodalashib, fix price, ya'ni kelishib olsanglar narxini boshqa ko'tarmaydi. Ha, kelishib olsanglar boshqa ko'tarmaydi. Bu yerda unaqa narsa ko'p ishlamas ekan. Bu yerda shu ko'proq ishlaydigan narsa shu anaqa vaqti bo'yicha yurar ekan. Vaqti bo'yicha anaqasi bo'lar ekan. Biz ko'chadan ushladik, lekin shu yerda baraka topsa, yana shu Dubaydagi birodarlarimiz ularga to'g'risi shu Karim degan programmasi bor ekan, ilovasi. Bizlar Yandeksi. Bizlar Yandeksga o'xshagan narsa. Lekin sal aldashchiroq ekan. Bari o'sha ketar ekan. Sal ko'rsatganda 87 ko'rsatyapti-da, endi oxirida borgan 97 ga bordim, 95 ga bor deydi. Yana qo'shimcha 7. Ha, shunaqa bo'ldi. To есть boshida 87 ni yechib oldi, kartadan bo'ldi 87 fiks ekan deb o'ylasak, probkada qolib ketib qoldi o'rtada. O'sha probkada qolib ketib qolgani sababidan aslida oshib ketib qoldi narxi. O'shani yana дополнительно yechib oldi. U anaqa emas, masalan. 4 kishi bo'lganda katta artist o'ynamaydi. 4 kishida bilinmaydi u. Sizlar bitta o'zingizlar bo'lsa, sizlarga shuttle bus, metro, mashina o'xshagan narsalar sizlarga to'g'ri keladi. Hop, yana ikkinchi masala otel. Otelni qaranglar, o'rganinglar, boshqaringlar. O'rtada arzonlash Booking shakli. Shu Booking chiqyapti, o'rtada yaxshi otellar arzon narxga chiqib qo'yapti. Bookingni masalan biz Radisson Blu oldik. Bir kunga, bir kechaga $200 chiqdi bizga. No,
shikarniy xona, shikarniy Videosini apartament. qo'ydim shaklga qo'yaman xudo xohlasa. Uni oldinga olganman. Shikarniy apartament, 90 kvadratli, 2 xona. 3 xona даже. Bizning o'zbekchasi 3 xona. 2 vanna tualet, bitta sanuzel отдельный. Endi dubayskiy apartament. Bu обычный holat. No, holati просто в целом yaxshi, hidli yo'q, toza. Hop, keyin Madinada joylashgan edi bu. Yaxshi ko'cha. Yaxshi ko'cha. Nisbatan anaqa ham yaqin. Plajga ham yaqin. Biz peshkom tushib chiqdik, oteldan plajgacha kech payt shu 15 daqiqa oldimi, 20 daqiqa oldimi? 20 minut bo'lsa kerak. Qancha yo'l qo'ydik yani. Shunaqa. Lekin samokatda yursanglar ham menimcha stoytmi? Nech bilan tushdi samokat? Samokat bizga qimmatga tushib ketib qoldi sal. Samokat bir kishi boshiga $4. O'zi ikkitadan samokat oldik. O'sha ham $4 ga tushib ketib qoldi. 10 minutlik yo'lga. Ощущение bu emotsiya. Xullas anaqa bo'ldi. Bittasi mumkin emas bo'lgan taqiqlangan hududda olib qo'ydik, yurmadi. Где-то 2 minut yurib yoqib, shunda 2 minut yurib topib o'chdi. Shuni o'ziga 15 dirham bo'ldi. Telefon temasi. Ko'pchilik telefonni anaqasini istab boradi. Dubayga masalan boshqa shu anaqaga texnika arzonroq olaman deydi. Baribir ham shu texnikani hamma olganda kачественныйsini olish xohlaydi, originalini olish xohlaydi. Bu degani Dubai Mall'ga, Apple'ga borasiz, shu yerdan olasiz. Aniq, tigi. Endi bozori bor, deydi bu, lekin Derida bozor bor. bilib olmasangiz, Deri juda ham anaqa o'zgaribdi dunyoda. Derida juda ko'p har xil telefon bor. Har xil. Aldan qolish juda ham oson, 6 sekund. Biz ham narxini uchun bitta telefon qaradik, bosh qildik. Bitta tekshirsa Apple Cover Page, Check Cover Page degan sayti bor. O'shani bitta tekshirsa 1978-yil ko'rsatyapti. Date of produce, not active anaqasini. Bari ham shubhali bu. Apple bari ham kecha chiqqan kompaniya emas. Anaqalarni to'g'irlagan, polni hamma informatsiyasini to'g'irlagan. Bunaqadan chiqish kerak emas. Ana bu bunaqadan beryapsam, bu endi birinchi qo'l emas, bu secondary qo'l marketlardan olingan, shunaqa temani aylantirdi. xullas gap qisqasi, tavsiya qilmaymiz. Ishonchli joy bo'lsa, olib ko'rsanglar bo'ladi. Lekin o'z o'rtacha narxi taxminan hozirgi kunda $50. 50 dan 100 gacha. 100 $. Yo, 100 dema, 50 dan 100 gacha. Hozir okalar aytishdi, shu yerda narxlar ozgina tashabdi hozir. Bizda Ko'pga ketib qoldi. Endi biz esa kamyobrog'ini shu joyiga qarab turib to'g'irlab oldik. Rangiga ham o'ynayapti hozir. agarda $50 unaqa masalan 50 qolsa, lekin risk qilmagan ham yaxshi. $50 risk qilmagan yaxshiroq. Misol uchun bizdan bir kun vaqtimiz ketdi o'sha holatda. 5 soatdan oshiqroq vaqtimiz ketdi, bosh og'rib, qidirish problema, unga yana komissiya to'lab. Bu alohida tema. Shuni aytaylik. Xo'p. Agar narsa olmoqchi bo'lsanglar, o'sha deradondan dollar qo'ygan. Bozordan deydi. Masalan, faqat kesh olgan joydan narsa olmoqchi bo'lsanglar, dollar oladi. Ya'ni bu gap qisqasi, o'sha iPhone olmoqchi bo'lsanglar, dollar qolgan yaxshi. Va bolalar vizadan yetishganda sal anaqani raznisiyada ko'payib xullas. $300 dan $22 ichida. Bankomatdan shunaqa olib qoldim. Bir qancha bankomatlar bor ekan. Ko'rasizlar, o'zingiz surishtirib ko'rasizlar. Bu bo'yicha aniq ma'lumot yo'q bizda hozircha. To есть o'sha komissiyani o'zida ham shunday hisoblasangiz, $50 yutyapti, $70 yutyapti, 22 bo'lsa yana qo'shilyapti. $50 tushyapti. Kelib ketish bor, taksi. Hali kelib ketish bor. Taksini o'zi $30 ga tushdi. Masalan, bizga 4 kishiga bo'lib tashlaydi-yu, masalan, sezilmadi. Kelishingiz o'zi $30, ketishingiz yana $30. Shuning uchun undan ko'ra Toshkentga Malikaga tushib turib, okajon deyish kerak, skidkani olish kerak, bosish kerak. Kaskin polisi shu noyabrda o'znamanli stabil bo'lib qoladi. Ya, xuddi shu bo'ladi. Bandak bo'ladi. Xo'p, keyingi masala bizda Dubai Outlet Mall bor. Ko'pchilik o'zbeklar taniydi. Ancha bo'shab qolibdi. Allohdan ko'p bo'lardi. Hozir bitam yo'q. Ulab qo'ygan. Bir xil magazinlar narxi juda ham qimmat. Xuddi skidka bor yo'q-da. Balkim bizga qimmatli qo'ygan. Ha,
bir xil lekin shunaqa magazinlar masalan shunaqa magazinlardan bittasini aytamiz. Timberland, Columbia, Adidas bir xil seriya kategoriya tovarlari, North Face bir xil kategoriya tovarlari. Masalan, unda juda ham katta skidka. Kolumbiyadan bo'lgan. Kolumbiyadan juda ham katta skidka. Katta skidka deganimizda biz hamma tovarga aytmoqchi emasmiz. Bir xil tovarlarga. Masalan, 100 ta tovardan bor yo'q 10 tasiga zo'r skidka bo'lishi mumkin, masalan 90%, 80%, 70%. Lekin umuman olganda o'zi brendni o'rtacha narxidan arzonroq. Brend o'rtacha narxidan arzonroq. Bu yerdan biz chiqib shu otelga keldik. Otelda shu yaxshi anaqasi bor, bitta servisi. Siz check-out qilishingiz kerak soat 12da, 12:11da, 1da hammada har xil. Late check-out haqida kelisha olishingiz mumkin. Ko'pincha joylarda late check-out pulli bo'ladi. Shunaqa paytda siz bagajingizni olib konsyerzga tashlab keta olasiz. Konsyerzga tashlab ketsangiz qog'ozcha beradi qabul qilganlik haqida. Ishlaringizni bitirasiz, boshqasiz, keyin shu nechida kelsangiz kelib bagajingizni olib ketaverasiz. Bu ham targ'ib emas, bu hamma o'zini ответственностida, hamma o'zini orqasida. Ya'ni bu videoda o'zi hech qanaqa emas edi. Mashg'ulot o'zingizda shunchaki ma'lumot olish. Biz bir nechta shu so'rsadan olgan ma'lumotlarimizni yig'ib bitta qo'yib qo'yamiz. Inshaalloh foydali bo'lsa, bir duo qilib qo'ysanglar xursand bo'lamiz inshaalloh. Hop, keyingi masala biz Outlet Mall'dan otelga Madinada otelimiz, keyindan keyin shu Ibn Battuta Madinada yaqinroq. O'sha qachon shunday keldik. Bu taksimiz ham $33 o'sha chiqdi, 100 dirhamdan oshdi. 105 chiqdi. 105 mi, 107 dan chiqdi. Agarda ko'pchilik Vizer deb kirgan bo'lsa, Vizerchilarga ma'lumoti uchun sumkani unchalik tekshirmayapti. Qaytishda shunaqa. Qaytishda shunaqa, ani bittasi. Lekin ixtiyoriydan olganim yaxshiroq, chunki men o'zim tanishimda lechna bo'ldi. Ozgina problem bo'lgan ekan. Shunaqa. Toshkentdan chiqib keldi. Endi bu yerda ham bo'lib qolishi mumkin. Разно-разный попадается deydi ruslarga. Xullas mana bizdan popka. Mana bizdan popka. Razmerdan cho'tib ketgan lekin. Ikkinchisi. Bu вообще katta bu o'zi. Вообще 50 cm, 55 cm. Bittasi tuqotdi popkasini narsasiga stoykada o'tirgan qiz naqotdi bu etlarning kerak emasligini deyapti-da. Kulyapti endi. Tipi nima kerak bor uni deyapti-da. Bular ham qiziq emas. Lekin ham masalan birga bir kelmaydi. Har xildan bor, har xil обслуживающий personal shular har xil bor. Shu kimga to'g'ri kelib qolsa shunaqa. Bizani opitda bo'lmadi, narximiz bo'lmadi. Hech narsa bo'lmadi. Farqi ham bo'lmadi. Qiziq faktlardan bittasi Madinadan Abu Dabiga uchayotganimizda biz bagaj oldik. Bagajimizning vesi o'zi 20 kilo edi. Bizda 22 kilodan oshiqroq chiqib qoldi. Baraka topsan qaragani ham, indagani ham yo'q. Bagaj o'zi Nodir nomiga olingan edi. Aziz nomiga olingan edi. Menga oformlashib tashladi bu bagajni. Baraka topsan. Mayli. Shunaqa bo'lish kerak ekan. Просто biz bittaga deymiz, bilet billa olganmiz. Biletni billa oldik. Biz viza diskont olib, mana shu salatdashtirib shu joyda. U katta anaqa emas. Farqi yo'q. U pul to'langan. Kimga anaqa qilish uchun safarbarlik. Keyingi masala lounge olinglar, maslahatim. Lounge. Ko'pchilik Infinity'dan qochyapti narxidan. Biz o'zimiz sazgincha o'ylab o'tirib kirib anaqa qilgandan keyin Infinity olib qo'yganimizdan tinch ekan degan xayolga keldik. To'g'ri, chunki 4 marta misol uchun Madinada ham kira oldik. Hozirda ikkita shansli, Infinity 6 ta. Bir anaqa kirish yaxshi. Hamma sharoitlar bor, ovqatlar bor. Faqat ustunligi bu narsa olinglar. Umuman o'zi Madinaga ham borsanglar yangi uzun narsa olganingiz zo'r. Yana bitta masala, Vizer masalasi bo'yicha. Vizer hammaga xohlagancha taqsimlaydi joyiga. Birga olgan bo'lsanglar ham bari har xil joyga tushib qolish anaqa juda ham katta. Bizni anaqa tariqasida, eksperiment tariqasida Abu Dabiga kelgan reysimizda bu joy kattaroq, kattaroq joy oldik. Menga yoqdi. Azizga jimchalik yoqmadi. Endi menga yoqmagani sababi o'zi
samolyotni o'zi anaqasida sidinasini tegi nima deyish, tegi joyida, o'tiradigan joyini anaqasi kalta ekan nisbatan. No, oddiy обычный joyda o'zi umuman uxlab bo'lmasa, men bo'yim bilan u bilan uxlab bo'lar ekan. Shu tomondan olsa yaxshi. Lekin ular komfort sezganim yo'q ekan. Pulli joy xullas 20-30 dollar atrofida. Shunaqa bo'ldimi? Uzr, biz kechasi uxlamadik. Oyoqdamiz. Почти 24 soat oyoqdamiz. O'shaning uchun sal eslab o'tirmiz. Shu sotosiyli bo'ladi, sразу almashadi, bu yerda sразу sizga shu yengilni hidlash beradi. Bagaj qo'yish ham, joy almashtirish ham aniq pasadkadan 3 soatgacha bemalol siz bo'ladi. Undan yo'q, o'zi dabdalash chiqdi. Qilamiz. Shuni yaratgan. Bo'lib shu boshqa qilgan anaqangiz yo'q. Xo'p, bo'lmasa mana shu xayrlashib qo'yaveramiz. Agar qanaqadir yana yo'lda ma'lumot chiqib qolsa, video olib qo'yaveramiz. Bo'lmasam bitta ma'lumot xohlaysiz. Biz shu ma'lumot juda ham qidirdik, topolmadik shu ma'lumot. Ko'p anaqalardan so'radik. Visa Platinum kartasini ochganingizdan keyin anaqada o'sha launchda yozib qo'yganki 3-4 soatdan oldin kirasan, 3 soat, 4 soat ishlaydi, faqat launchga degan joyi bor. Qayerdadir o'qidik biz bu informatsiyani. Biz ham qidirish, izlanishni boshladik. Abu Dhabi aeroportida shunaqangi bir xos o'ziga anaqasi bor ekanki, o'sha vizada o'zi ko'pincha K bilan L ekan stoykalari. K bilan Lda особенность Kda постоянно bitta odam 24 soat o'tirar ekan. Masalan, kechki reys bo'lsa ham, ertalabki reys bo'lsa ham, постоянно bitta odam o'tirar ekan. Dejurniy deymiz. Biz 12 da kelgan bo'lsak, reysimiz soat 6 da. Bizning o'zi chek anaqamiz bu bordimiz ochilishini anaqasi o'zi soat 4 da, 3 da ochilishi mumkin-da, maksimum 2 da ochilishi mumkin. Soat yarimda. O'shanda prosta o'shani oldiga naqlda borasiz. Xuddi uverenniy borish kerak ekan masalan. Uverenniy sodir qilsa ushab qolar ekan. Uverenniy borasiz, mana shunaqa deysiz, berasiz, aniq prosta o'tkazib yuboradi. Masalan, vizayerda bizda shunaqa bo'ldi, bir necha 2 marta shunaqa bo'ldi. Ichkariga kirib olganingizdan keyin aniq per launchlarga satsada, shu K launchdan o'tib olgan bo'lsangiz, shuni Kuan bersangiz, passajning biletingizni bersangiz, shuna kirib yuboradi. Hech kim ishi yo'q, necha soat o'tiribsan bu yerda, nima qilyapsan, nima yeyapsan, ashyo ishi yo'q. O'shaning uchun bemalol. То есть soat 12 da, 11 da kelib turib, o'sha joydan o'tib olib turib, o'sha главный siz pasport kontrolidan ichkariga kirib olishingiz sterilniy zona deyiladi. Mana shu duty-free zonalar, sterilniy zona. Sterilniy zonaga kirib olsangiz, undan yo'q agar yoki ichkarida o'tirasiz, o'sha duty-free aylanib boshqa qilib ovqatlanib yoki bu yerda anaqaga lounge zonaga kirib keta olasiz. Shu narsasi xudo xohlasa sizga foydali bo'ladi degan umiddaman. Bizga shu narsa kerak edi. Biz shu narsani yaxshi kelib joyda bildik. Bo'lmasam ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Bu yo'lda yana qanaqadir ma'lumot chiqib qolmasa, oldin hozir turdilar. Kapattık. Aynen. Arrivederci. Assalomu alaykum va rahmatulloh. O'tdi.